Ho Fariza, Ho? men ketdim ishga. Uyni ahvolini qarasa tozalab qo'y. Voy, siz ketavering. Siz ketganingizdan keyin o'zim bilib tozalab qo'yaman. Bo'pti, mana oq ko'ylakni ham yuvib qo'y, dog'i bor. Konsertga kiyib ketishim kerak. Bo'pti, yaxshi boring. O'lsin. Bitta Instagramni ko'raychi. Keyin qilarman-da. Shuncha narsani tozalashim kerakmi? Bitta serial ko'rib olay, keyin tozalayman. Hali bog'larni ham yig'ishtirish kerakmi? 1 soat uxlab olay, keyin yig'ishtiraman. Alo. Fariza, men uyga boryapman. Oq ko'ylagim tayyormi? Nimaga ham uxlab qoldim-a? Mayli, menda bunga zo'r yechim bor-ku. Yaxshiyam menda dog'larni bir martada ketkizuvchi Crispy bor. Kiyimlarni rangini o'zgartirmaydi. Hidi juda yoqimli. Tarkibida allergiya qo'zg'atuvchi kimyoviy moddalar yo'q. Bemalol 0 yoshdan boshlab bolalar va kattalar kiyimlari uchun to'g'ri keladi. Mana qarang, o'g'limni ham rangli kiyimlardagi dog'larni bir pasda ketkizib berdi. Crispy kirlarni toza yuvish uchun eng qulay variant. Ey yashang Fariza. Turkin, bozorlik qilib kelaylik, uyda hech narsa qolmabdi. Bobur aka, bugun kun bo'yi ish qilganman. O'lgida charchadim. Tinganim yo'q. O'zingiz borib kelavering. Bechora, senga ham qiyin. Yes. Hammamiz shunaqamiz-a?